Hurmatli obunachilar 60 million kam bor ekan. Bolasi xonachi, enasi noaniq ekan, bo'g'osi sirli. 45 million savdo bo'lyapti. Ona bola. Nima bo'ldi aka? Nech pul bo'ldi? Nech pul berdingizmi aka? 25 million. Bo'g'oz sirli noaniq. Noaniq. Tekshirtiringlar. Tekshirtiring desa tekshirtiring. Hurmatli obunachilar, savdosi bo'lyapti. Mashimolga go'shtni pishib turib 25 million savdo bo'lyapti. 43 million savdo bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Bolasi xonasimiz. Gap yo'q. Nech pul bula aka buni? 27,5 million beryapti aka. Bu novvozmi? Bolasi novoz. Bola novvoz. Bolasi novvoz, hurmatli obunachilar. Oma jonivor. Kichkina bolagani sut yorar shekilli. Silyoz kamroq berib turing endi aka. Bu oldiga suvlarni o'ratdi bu. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum chorvadorlar. Bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar. 2026-yil hafta kuniga payshanba 22-yanvar. Nechta sut berarkin deymi bu? 10 ta beradi. Shvedcha kichkina olagan, ammo 10 taga beraveradi. Hozir kuchli. Mana bolasi dushanba kuni. Siz nech bildingiz? Men 32 million aytdim. Ama biza yursa yaxshi pul beribdi o'zi, shunaqa 27,5 million. Mol zo'ri, joni juda kichkina bo'laganda. Joni kichkina. Ha? Mol yaxshi ekan, joni kichkina bo'lagan. Chota pul o'lyapti, Chota pul o'lyapti, to'g'ri. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun sizlarga chiroyli qilib bir partiya zo'r syomka qilib beramiz. Videodan uzoqlashmay, Novvosi xonasining bitta partiya etamiz, xudo xolasa bugun. Aka? Joni zamonmi? Tinchmisiz aka? Yaxshi mol olib chiqmayapsiz. Boyaga nech pul qilishdi buni? 40 millionga beramiz. Nechta sut? Bola xonaji. 12 litr sutga 40 million. Sizlar nech pul deyapsizlar? Sizlar nech pul deyapsizlar? 50 million. 50 million kam bor. 40 million sotish mumkin. Ertaman 60 edi, yaxshi 40 ga tushib qoldi. Qornida ham bormi buni? Voy aka, yaxshimisiz? Bo'p bo'lmaydimi, ha? Novvosmi bu? Vag'i ham onasindi. Nech pul qilishyapti? beryapti aka. 32 beryapti. 32 million savdo bo'lyapti. Sog'ilmagan shekilli hamda bu. Sog'ilmagan bo'lsa. Nima bo'lasi buni? Gibrid. Gibrid sementlarga qo'yilgan. Gibrid. Puluchi? 40 million kam bor. Nechta sut? 8 litr sut 40 million so'm. Savdo qilishdimi? Bo'lyapti aka. Nech pul balanti? 36 ga bordi. 36 million so'mga berilmayapti, hurmatli obunachilar. Dehqonchilikmi? Tirikchilik. Yaxshi bunga sotib. Yaxshi mol ekan. Zo'r. Pul berdinglar? Nech pul? 26 ga beraman deyapti aka buni. O'zi 26 ga yarasha mol ekan. Beravering. Aka toyamiz tezroq. Ishingiz bo'lsa yig'ishtirib turing. O'z bozorga kiramiz. Bu bolani tanigan, bilganlar bo'lsa kommentariya yozib qoldiringlar. Tilla bola bo'ladi. Tanishadi aka. Tanishadimi?
Bitta taralatib berasiz? Yo'q, aka, sizni kanalingizda meni tanishtirsa kerak. Yo'q-a? Oyatullo. Necha? Qani bu bo'lsa 31. 31 millionga savdo bo'lyapti. Bu kalni necha pul qilishiya? 29. Necha oy? 9 million qilishyapti. Senin bo'ldi. Beravering, tog'a. Sizni o'tiberdingmi? Aka bu necha oylik bu? 8 oyda to'ldi. Puluchi? 58 kami. 8 oyga to'libdi, 58 million kam bor aka. 1.20 ta sut beramiki? 20 bundan oldingi bolasida 26 litr sut bergan ekan. Necha pulga bermayapsiz? Necha pul qilishdi? 54 eti ham yomon baland mol ekan. 50 millionga xayr so'ralyapti. Qocha kam ham olib qo'y. Sizchi? O'zingiz. Sizni olib qo'ydim. O orqangizda Umidjon akamni ham olib qo'ydim. Pishiq akani. Berana ol. Hoppa. Bu necha pul? Boyaga necha pulga chiqdi bu? Boy tog'a necha pulga chiqdi? 38 yarim berishyapti. Necha oy? 5 oylik. 5 oylik 38,5 million so'm. Boy tog'a, sog'lig'ingiz yaxshimisiz? Yaxshi bola ekanmi kechikganda jonim. Zo'q. Xo'p, xonajin. Qolaringlar. Haqiqiy surkat mol ekan, harom. Og'zingga shu. Alisherkina shu yo'ldashi. Xonajin bozorga kiryapsiz, hurmatli obunachilar. Yuring aka. Laykni bosib turinglar akalar. Mehnat uchun, o'tkazgan vaqtimiz uchun. Chiroyli bitta padishga layk bosib qo'ying, bo'ldi, sizdan boshqa narsa so'ralmaydi. Pul olmasa, megabayt olmasa. Boyaga kaldi necha pul qilishyapti, to'q oldi. Necha pul deyapsiz? 21 million kam bor. Yaxshi xonajin ekan mashina. Ajoyib sigir bo'ladi, katta sigir bo'ladi. Buni necha pul qilishdi? Savdo ko'yi hali mollarda endi tushadi. Endi tushadi. To'roz sizdanmi? Yo'q, ha, to'g'ri. To'roz sizdan. Shimollar. Hali savdosimi? Yaxshi chiroyli xonajinlar bo'lsa nomerini qo'yib ketamiz. Telefon qilib savdosini qilib olaverasizlar. Bu xonajinmi, sigirmi bu tortingchi? Cho'k. Ashi boladan so'rang yana. Sizdanchi? Ashi baqqallardan so'rang, biz savdo Necha qilyapmiz. Necha pul berdingiz? 4,5 berishyapti. 14 million 500 mingga sotilmayapti. Xonajin. Qarang, yaxshi xonajin olib boqqanda mashakam hozir 25 million qilayotgan bo'lardi. Ash paytda mundayroq mol olgani uchun 14,5 million savdo bo'lyapti. Endi to'g'ri, hammaning cho'ntagi har xil. Batta misol uchun aytmoqchi bo'lganim, yaxshi narsa olsangiz, qachondir bozorga yopsangiz ham o'rab olib savdo qiladi. Buni o'rnida shvet xonajin olgan bo'lganda, hozir mana shu mol 30 millionga yaqin savdo bo'layotgan bo'lardi. Mashina o'rnida shvet rang bo'lganda. 14,5 million so'm. Kecha Sharxonda 16,5 milliondan xonajinlar sotildi. Bu qocha kichkina sut emganlar. Qarang, farqini qarang. Yaxshi mol baribir pul. Bozoringiz bersin. Boy tog'a necha pul qilishdi buni? 13,2. Qarang, hozirgi moldan qancha kichkina-yu, lekin buni rangi bor-da, rangi. Yaxshi. Boyaga bular necha puldan qilyapti? 29. Jupiga 29 million so'm. Sotildimi? Yo'q, endi kelyapti, ular
uxlab qolibsiz-ku. Yaxshi. Qiziqqaniga nomeringizni berib qo'yaylikmi? Ayting. 94lik. O'taman ekan davom et. 12 dan beriyor. 104 83 71. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Aka oldingizmi? Nech pul oldi? 2 oqboshmi? Ha bu bilan bu ekan 38,5 million so'm. 1,5 kam 40, 20 dan chiqasiz. Qochma xonasilar baqi. Ko'ktoydimi? Nech pul? 11 million 150. Kultoy 11 million 150. 50 da to'g'ri qilib 200 qilib bering. Voy aka bering, yana gapim oldi. 11 million 200. Bering. Tog'am savdo qilyapti. Nech pul berdingiz tog'a? 13 million 300 ming. Bering aka yaxshi. Salim akam nima aytib qo'ydi? Boy aka o'tib oling. Aka o'tib oling. Aka nech pul qilishdi buni? 11,5 million so'm buyurun. On 1250 12 million 250. Ay 50 ni to'g'rilab qo'ying 300 qilib. Aka, masha akamni gapi. Bo'ldi endi bering. 50 million xonasi bor edi ekan-ku. Meni chaqiravering, nashin uchun tezda. Qo'yaring, mana sotiladi Qo'rg'ontepaga bor. Nomer ayting. 99lik. 827 80 50. 12 million pul oldimi? Olib boring. Haragasini bersa olmaysiz. Pulni saqillatib sani. Kanal qaysi? Bozor shamoli. Bozor shamoli. Nech bo'ldi aka? Bu xonasi kimniki? Egasi yo'q. Ketyapti, hojiga so'rayapti. Yo'q ekan. Bular kimdan ekan? Jahongirdan. Jahongir aka nech puldan bular? Hocaga assalomu Alaykum. alaykum. Bo'lsa ayting narxlarni. Narxlari aka manosini 18,5 deyapti. Xo'p, nari o'rtada yo'q bosh. 16,5 deyapmiz. Qoralar ham sizdanmi? Qora bilan nari. Ukamizdan nech puli ukalar? 14,5 kam bu. 14,5 dan kam bu. Uni qo'yib keting ayting. Ha, Nech bilan qilishyapti buni? 16,5 qilyapti. 16,5 ekan. Buni-chi? 14,5 bunisini savdo qilyapti. Jupini, Gibrit ekan anonisi. jupini yangiroq berasizmi? Biloramiz. Nomer aytingchi. 93lik. 93 781 781 57 57 27. 27. Ishqoz bo'lsangiz, Jupiga 30 ga beraverasiz ekanda 16,14 qilib. ham beraveradi, telefon qilsa. Telefon qilsa beraveradi. Bozoringlar bersin. Nech pul oldi bu? 11 u 1. Ha, 10 million 100 ming. Arzon bo'pti. Arzon bo'pti. Inson o'qib qoladi oyga odam. Buqa bozordamiz. Ola kimdan ekan? Hoji aka qaysi biri? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bormisiz? Zimska Rahmat, charchamayapsiz. Instagramlar, portallarda Ha, yuribdi. like bosaman uka. Vallahi aka. Boykosini oldim, olib qo'ying. Pulli bo'lsin, nech pul oldi? Instagramga qo'yaylik. 61500 so'mdan bo'ldi. Gigazimga 61500 so'mdan hurmatli obunachilar sotilibdi. Sizni ham tanimagan odam qolmadi hoji aka. Men ola kimiki kim bu? Chere sursiyatdan olagan. Havas qilib bosgan akalarimiz xonadonda ko'pgina bo'lsa shuna bu qola. Kimdan kim bu ola? Barakasini bersin.
Otelarchi akalar. Bu chiroyli kimdan ekan mana bu? Nech bilyapsiz boy aka? Sizlar? Ha, sizlarmi? Nech bilyapsiz bu chiroylini? Zo'r mol ekan. 60 million kam bor ekan. Nech pul qildi? Dangal savdo yo'qmi? Yi. Nuqtani uzib yubordi. Dangal savdosi bor. Hurmatli obunachilar, yaxshi pulga soting. Hammalarning chorvalariga baraka bersin. Ko'rishguncha keng